Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan Ustom Qurban. Hurmatli obunachilar, bugun Qo'rg'onmol bozoridan xudo xolasa bu yemlangan buqani narxlarini chiqarib boramiz. Kanalni qo'llab-quvvatlab, like chop qo'yish esdan chiqmasin. Biz chiroyli videolar chiqarib borishga harakat qilamiz. Yonga bitta issiqchoycha videochani tomosha qilaverasizlar. Nasib etsa biz boshladik. Sana esdan chiqib qoldi. 2025-yilning 6-mart sanasi. Hammalaringiz zayon muborak bo'lsin. Yoqimli tomosha sizlarga. Salomat bo'ling aka. Aka qancha bo'ldi assalomu alaykum. Aka qancha so'radi? Bakalım sağ olasın. Aka qancha bo'pti bu? 19 milyon so'mga sağ olasın bo'libdi nasib etsa. 19 ana. Qalaqala 19. Qo'ytirgan joy. 19. Bitti nasib etsa. Assalomu alaykum. Yaxshi maktabimiz. Akalar bozor bu yoqda semental bor aka. Ko'rmam. Greenford deyman-ku, sementalmi? Ha, semental deb. Ko'pchilik semental Greenfordga o'xshaydi. Greenford Mickey Mouse. Ha, Mickey Mouse. Ana qora. Ana olmasmi? Ana Mickey Mouse. O'sha aytib ber. Ana. Mickey Mouse akalar mana qorasi. Akalar bu qanchadan qanchaga bo'libdi aka? O'zi standart-ku, buni biladigan guruh qilib bering. Bizlar akalar o'shalar yurganlar bor. Ünoltidan olmas bo'lsa qilinglar telefon. Qilamiz. Kelishamiz. Ha, u 16 yarim unaqasi yolg'on gapda to'g'ri. Bo'ladigan guruh. Ha, u video uchun uni o'qimaylar akalar. Mani ko'pchilik biladi, mana shuni bloger bor. To'rt joydan o'zini olsam, xalq mazza qilsin. Chunki mani obunachilarim shu narsani talab qiladi-da, shunday bo'lsa, o'sha uchun. Lekin chorva sohasida faqat video chiqarib boramiz. Bexijolat. Bozorga qanchadan bo'libdi to'liq bo'lgan guruhga. Bu nomer qo'yib ketamiz. Hozir bu kun xudo xolasa birinchi qo'yamiz buni. Hozir qo'yamiz ko'zingizga. Telefon nomermi? Ha, ayting uni. Yo'q, savchilik. 651 651 1131. 1131. Bozorda qanchadan savdo qilyapti aka? 15.300 dan. 15.300 dan. Yaxshi. Akalar Greenford olmoqchi bo'lganlar uchun. Greenford olmoqchi bo'lganlar uchun ana Qo'rg'on bozorida akalar. Ana Greenford buqalar kelgan. Hozir chetdan kelib kirmayapti-ku. Ana nima tanqis bo'lib qoldi deymizmi endi? Tortilib qoldi deymizmi ozgina? Tortilib qoldi kana. 15.300 dan Qo'rg'on bozorida hozir savdosi bo'lib turgan joyda. Endi u yog'ini kelishib akamiz o'zlari bilan chiroyli qilib olasizlar. Hozir tezda videosini qo'yib ketaman sizlarga. Agarda yoqqan bo'lsa, laychalarni gumlatib qo'yasiz degan umiddamiz. Islatib akalar mana Greenfordchalar. Bir dona Mickey Mouse bo'yichilar. Aka dastavkasini qilib berasizmi? Joyda kelishilsa. Bozorda bo'lib turgan narx akalar. Endi kelishasizlar bu yog'ini yana. Balki yana arzonroq bo'lar, balki qimmatroq. Endi u kelishga bog'liq. Narxi 35 million yak jo'ya. Ikkitasi 35 million bo'lib turadi. Akalar. Ushbu holat. Aka bu qan savdosi qancha bo'ldi? 20? 21. 21 million bo'ldi. Yigiraver, odam bo'yiga qarab nima qilaverasizlar. Buni ikkita mana shu qaytib mana. 2 milliondan qaytib. Ovasi aytdim, ovozini aytdim. Sizlar ko'p yaxshi olib. Aka bu qancha bitdi? Aka qancha bo'ldi? 23 so'rayapsizmi? Qancha so'radingiz? 18,5 million so'm mana so'raldi, ha? Egalariga ochadi. Bu qancha nima holatda? Zo'rdan holat. Ana shu polonni Qo'rg'on bozorida tarozi xizmati bor ekan, bering ayt polon. 97 lik. 860 78-80 akalar tarozi xizmati menga telefon qilib so'ragan akalar uchun shu polonga aloqa chiqarasizlar. Buxoro bo'ylab xizmat bormi? Olib borib o'lchab berib keladi bexijolat. Chiroyli qilib. Endi narxini kelishasiz o'z bilan birgalikda. 2 tonagacha o'lchaydi. Assalomu alaykum akalar, yaxshimi, tezmisizlar? Qancha bo'ldi aka bu? 36 milyon so'm. 36 milyon so'm.
Buqqa ham gigant ekan. Ha, nima deyapsan? Deyapti-da bu ham o'zi. 36 million. Qanchaga savdo qildi aka? O'sha ana shu 31 million. o'zingizga yaqin bo'lgan narx ayting, 31. 1 ham quloflar, 30 ham quloflar. Go'sht suyi bo'lish narxi qancha bo'ldi akalar? Go'sht suyi bo'lish 94. 100 ming so'm go'sht, 6 ming so'm sutda onaga. Ana 94 ming so'm suyi bo'lish kerak akalar. Qancha joy ekan aka nomerlar? Aka savdo bo'lib nomer qo'yib ketamizmi? Nomer qo'yib ketamizmi? Ayting nomer aka. 94lik. 773 1677 nomerga aloqasiz bo'ladi akaga. Lekin buqqa ham buqqa ekan. Endi balki narxi qimmatroq kelmasa kelishib olaverasizmi o'zingiz. Savdo qilasizmi aka? Mana bitta. Bering jondo'r, mol jondo'r ketdi. Rahmat. O'zimiz mol o'zida ketsin. Akalar mana buqqamiz bilan mana savdo bo'lib. Qancha deyapsiz aka? 50 deyapman, 45 savdo bilan. Aka 45 qilyapman. Akalar mana buqqasi bor akalar uchun mana yaqinlashtirib mol beramiz sizlarga. Nima qilayapman? Akalar 50 deyapti ekanlar. Mana ikkalasi mana bu bilan. Mana 45 savdosi bo'lib turgan joyda. Ular qanchadan bo'ldi aka? Ular boshqa kishidan bo'libdi. Mana qani utlari. Assalomu alaykum. Bu kimdan ekan aka? Yo'q. Aka bu kimdan ekan bu? 44 millionga baraka bo'libdi mana akalar. Bo'lgan joydan, realni. Qancha ekan aka? 44 million. 44 millionga baraka bildingizmi? Ha? Assalomu alaykum. Aka qancha bo'ldi buqa? Buqa narxini aytaylik. 25 aytyapman. 25 aytyapman. 22 savdo bo'libdi. 22 savdo bo'ldi. Bo'lib turgan joyda. 22 savdo bo'ldi. Assalomu alaykum. Aka. Yaxshimisiz? Olibsiz aka buni? Qancha so'radingiz aka buni? Aka qancha deysiz? 20 to'liq olmoqchisizmi? Ha, ikkisi ham bo'lmadi. Endi. Head and shoulder shampoo bilan yuvilganda ekanda o'zi ham. Akalar 19 savdo bo'ldi mana. Qancha yaxshi. Akam savdo. Yaxshi aka. Qanchadan bitta aka? Ikkalasi. 45. Baraka bo'lib, yo'li yana tortish yo'q. 50 ga aytgan ekanlar, 45 ikkalasi o'li savdosi bo'ldi. Assalomu alaykum. Bu kimdan ekan aka? Bizdan akajon. Sizdanmi? Bittadan alaykum. Bachalar, bitta bu qanchalar chiroyli ekan. Akalar bu qala. Lan olayım. Ol ana. Ha, ko'ring, telefonni ko'ring aka. Salomat bo'ling aka. Mo'sh ovozlar qittigina past chiqsa agar aytavermaysiz mikrofonda yozibdi deyapti. Aka buni qanchadan deyapsiz endi? 22 milliondan 22 to'liq olmoqchimisiz? Ya to'liq qittigina nagrska qo'yasiz olayga odammi? Yo'q. Normalni qilib bersangiz narxini telefon nomer qo'yib ketaman. Qancha bo'lsa telefon qilinglar. Ha? 20 ga bo'lsa telefon qilinglarmi? Akalar mana 22 deyaptilar. Yo'qlar qarab qo'yasizlar o'zlariz. Bitta yo'qqa bu qo'ygan sizlar. O'zi o'sha shunamda. Ana egasi 22 nomer ayting aka. 91lik. Ha. 3048 7078. Ha, so'nga aloqa chiqmagan kelish olsangiz bo'ladi. 22 balan lekin akalar kelishasiz o'zlari bilan. O'zlariga ham aytdim 22 balan. Bizlar kelishib beradi. Bu narx qancha bo'ladi aka endi? 25 million so'm aytlab turadi. Lachi.
23. 25 milyon. Bozora qancha savdo qildi aka? 22 milyon so'ralib turibdi. İçmeyse bir 23 değil olmoqchisiz. Şu ko'ngilchida baribir o'zimizda. Bu yoq ham akadan. Buni yelkasi ham bor, yelka bo'libdi-da bu buqqani. Yelka berish olgan. Ha. O'tni chiqaring. Bular olindimi aka, sotildimi? Ko'raylik. Mayli. Olindimi, sotildimi? Bular aka olingan narxi. Ashqa? Ha, hech kim bilmaydi. Qallovchi mana o't. Mana shu eshikchasini ozgina ochamiz, eshikcha qo'yib desangiz aka. To'ycha akalar. Nechi bir? Ana, gapiring aka. Narx qancha o'ylar aka? Narxi 8,5 ga berdim. Ha, bu sotilgan bu. Sotildi. Akamizda yana bor ekan shunda. Ayting nomer aka. 12 ta ayting nomer ayting. 94lik, 94lik 152 81 46 nomerga aloqa chiqib akamizni kelishtirib olishlaringiz mumkin. Ha, shu akamiz. Akamiz, Shopra akamiz. Salomat bo'linglar. Bexijolat. Bayli aka. Aka bu sizdanmi? Qancha bo'ldi? 32 aytib. Aka bu qovulindimi? Qanchaga baraka bo'ldi? 20 milyonga baraka bo'ldi. 22 mi? 22. Olli. 22 var. Oldu. Ha, şu baraka bo'ldi 22. 22 tutib oldi gana. 22 ga baraka bo'lgan. Assalomu alaykum. Ro'zanchilar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugungi videolarimiz yoqqan bo'lsa, like, qilib qo'yasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar. Salom.